Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu soatlik darsimizda biz geometriyadagi intayin muhim mazmunlardan birini o'rganamiz. U bo'lsa-mu 3 bo'lingning o'xshashligi. 3 bo'lingning o'xshashligi deganda biz turkchada uchganda benzerlik deb ataymiz. Darsga boshlashdan burun so'zlab qo'yay. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu yerda 2 tal 3 bo'ling beribdi shundami? 3 bo'ling A, B, C va 3 bo'ling D, E, F deb tafsilliroq qaraydigan bo'lsak, bo'ling A, bo'ling E ga teng, bo'ling B, bo'ling F ga teng, bo'ling C, bo'ling D ga teng bo'lgan. Shundami? Unda bo'lsa, buning o'xshash 2-3 bo'lingda ichidagi 3 tal bo'ling o'zaro birisi-birisiga teng bo'lsa, biz bu 2-3 bo'lingni o'xshash 3 bo'ling deb ataymiz. Undaqda men oddiy o'xshash 3 bo'lingdan bir qancha tal so'z beray. Masalan, qaraydigan bo'lsak, oldi bilan bu yerga bir tal tuz chiziq chizib olay. Mana bir tal tuz chiziq chizib oldim. Andan keyin bu yerga yana bir tal nur chizib oldim yoki tuz chiziq deb qaraylik shundami? Unda bo'lsa kesishgan nuqtasini A dey, bu bo'ling A bo'lsin. Unda bo'lsa men bu yerdan qanday qilmay bir tal tuz chiziq tortib olmay yana mushta bir tal tuz chiziq tortib oldim deb qaraylik. Buni biz bu nuqtani B, bu nuqtani C deb olaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B, C deb bir 3 bo'ling shakllandi. Shundami? Navbatda bu yerdagi B, C degan bu chiziqqa parallel qilib yana bir tal chiziq tortib olay. Masalan, mushta bir tal chiziq tortib oldim. Unda bo'lsa, masalan, buni E, bu nuqtani biz F deb olaylik. BC degan bu tuz chiziq bilan shunami? EF degan bu tuz chiziq parallel. Unda bo'lsa, oldi bilan so'zlab o'tay. Bu ikki tuz chiziq parallel bo'lsa, bu bo'ling bilan bu bo'ling birisi-birisiga tengmi? Albatta birisi-birisiga teng. Bu bo'ling bilan bu bo'ling birisi-birisiga tengmi? Albatta birisi-birisiga teng. Qaraydigan bo'lsak, bo'ling A degan ABC va AEF bu 2-3 bo'lingda o'rtaq bo'lgan bir bo'ling. Shundami? Unda bo'lsa, ABC va AEF bu 2-3 bo'lingdagi 3 tal bo'ling o'zaro birisi-birisiga teng bo'lganlikdan 3 bo'ling ABC va 3 bo'ling AEF qanday 3 bo'ling bo'ldi? O'xshash 3 bo'ling bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa, bu yerga yozib olgan bo'lsak, shundami? ABC va AEF bular qanday 3 bo'ling? O'xshash 3 bo'ling. Yana o'xshash 3 bo'ling deganimiz 2 tal 3 bo'ling bo'lsa, shundami? Bir 3 bo'lingni qo'yib turib, yana birisini ma'lum bir nisbat bo'yicha cho'ngaytib yoki kichiklatgan vaqtimda o'xshash 2 tal 3 bo'ling hosil qilib bo'lgan 3 bo'linglar amaliyotda qanday bo'ldi? Masalan, buning o'xshash 3 bo'ling bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yerga qarab boqadigan bo'lsak, shundami? Nima debdi? Bo'ling A, bo'ling E ga teng, bo'ling B, bo'ling F ga teng, bo'ling C, bo'ling D ga teng. Unda bo'lsa, 3 bo'ling A, B, C bilan 3 bo'ling E, F D qanday o'xshash 3 bo'ling. Bu yerda ajoyib muhim bir narsa bor. Ya'ni buni biz bunday yozib bergan vaqtimizda amaliyotda bo'ling A bo'ling E ga teng bo'ldi. Bu yerdagi bo'ling B, bo'ling F ga teng bo'ldi. Bo'ling C qanday bo'ling D ga teng bo'ladi degan ma'no chiqib turadi. Uningdan sirt asta qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B ni E, F ga bo'lganim, B, C ni F, D ga bo'lganim va A, C ni E, D ga bo'lganim nimaga teng bo'lgan? K ga teng bo'lgan shundami? Undaqda biz buni qanday tushunamiz? Men bu yerga o'xshash bo'lgan 3 bo'lingdan yana bir tal chizib olay. Masalan, B, C, E, F ga parallel qilib shundami? Bu yerga yana bir tal tuz chiziq chizib oldim. Masalan, mushtaq qilib, unda bo'lsa, bu nuqtani G, bu nuqtani H deb olaylik. Masalan, qaraydigan bo'lsak, men bir son sifir beray shundami? BC ning uzunligini masalan 2 deb olaylik. GH ning uzunligini masalan 4 deb olaylik. Andan keyin AB ning uzunligini masalan 3 deb olaylik. Andan keyin masalan bu uzunlikni 3 deb olay. Unda bo'lsa, AG ning uzunluğu, yani bu uzunluk neçe buldu? 6 buldu. Shundami? Unda bo'lsa AC ning uzunligini masalan 4 deb olaylik. Andan keyin AH ning uzunligini qanday? Buni 8 deb olaylik. Unda bo'lsa BC bilan GH parallel bo'lganlikdan, shundami? Bu bo'ling bilan bu bo'ling birisi-birisiga teng. Masalan, bu bo'ling bilan bu bo'ling birisi-birisiga teng. Undaqda ABC degan bu 3 bo'ling bilan AGH degan bu 3 bo'lingdagi 3 tal bo'ling o'zaro birisi-birisiga teng bo'lganlikdan 3 bo'ling ABC bilan 3 bo'ling AGH qanday 3 bo'ling bo'ldi? O'xshash 3 bo'ling. Qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi ABC degan bu 3 bo'lingni shundami? Yana biras yo'qnatgan vaqtimda, yana bu 3 ni 6 qilgan vaqtimda, bu 2 ni 4 qilgan vaqtimda, bu yerdagi 4 ni 8 qilgan vaqtimda AGH bu cho'ng 3 bo'lingga tamamen teng bo'lgan bir 3 bo'ling chiqdi. Shundami bu yerdan? Yana nima degan gap? Biz buni qanday tushunamiz? Unda bo'lsa, 2 tal o'xshash 3 bo'lingda shundami? Munosabatlik bo'lgan taraflarni birisi-birisiga bo'lgan vaqtimda bu yerda qanday o'zgarmaydigan bir nisbat chiqadi. Ya'ni o'zgarmaydigan bir son, K deb bir son chiqadi. Unda bo'lsa, masalan, bilib boqaylik. Bu yerdagi AG ni AB ga bo'lamiz. Shundami? AG ning uzunligini AB ga bo'lsam, andan keyin munosabatlik taraflar dedik shundami? GH ning uzunligini BC ga bo'lsam,
GH'nin uzunluğunu BC'ye bölgünüm. Nimaga teng bo'ldi? AH'ning uzunluğunu qani? AH'ning uzunluğunu AC'ga bölgünümge teng bo'ldi. Necha chiqadi? 2 chiqadi. Shundaymi? Bu ikki amaliyotni nima ifodalab berdi? ABC degan bu ne? Shundaymi? Bütün tarafli 2ni ko'paysak yoki ABC degan bu 3 bo'lingni, ya'ni biroz yo'g'onatgan vaqtimda AGH degan bu 3 bo'lingga tamamen teng bo'lgan bir 3 bo'ling chiqadi degan gap. Undaq bo'lsa, masalan, biz bu 2-3 bo'lingning o'xshashligini ifodalab yozgan vaqtda qanday yozamiz? 3 bo'ling ABC shundaymi? Bilen 3 bo'long AGH o'xshash 3 bo'long. Unda bo'lsa biz so'zlamay o'tib ketgan bir belgi bor bu yerda. O'xshashlikni ifodalaydigan belgi bu bo'ladi. Undaqda baytni so'zlab bo'lib shunama bu bo'long bilan bu bo'long teng, B bilan G teng shunama, C bilan H teng deb munosabatlik bo'longlar birisi-birisiga teng bo'ldi. Undan sirt AB ning uzunluğunu AG ga bölgünüm şunama, BC ning uzunluğunu GH ga bölgünüm ve AC ning uzunluğunu AH ga bölgünüm ameliyatda birisi-birisiga teng bo'ldi degan gap. Mana bu yerdagi munosabatlik uzunliqlarni shundami bölgünüm nimaga? Hammasi K ga teng bo'lgan. O'ng tarafga qaraydigan bo'lsak, 3 bo'long ABC bilan 3 bo'long EFT birisi-birisiga teng deb beribdi shunami. Ya'ni tenglik belgisini qanday ifodalabdi bu yerda? Bir tal agar siziq shunami, ikki tal tuz siziq, ya'ni tenglik belgisini mushta yozganmiz. Unda bo'lsa yana nima degan gap? Agar 2 tal 3 bo'longda shunami, masalan, bo'long A bo'long E ga teng, bo'long B bo'long F ga teng, bo'long C bo'long D ga teng bo'lib qolmay, bu yerdagi munosabatlik taraflarni AB ning uzunluğunu EF ga bölsem, BC ning uzunluğunu DF ga bölsem ve AC ning uzunluğunu DE ga bölgünüm nimaga teng bo'lgan? 1 ga teng bo'lgan. Shu bir uzunluqni bir uzunluqqa bölsem 1 chiqsa, masalan, xuddi AB ning uzunluğu 5 bo'lsa, EF ning uzunluğu 5 degan gap shundami? Unda bo'lsa, yani 5 ni 5 ga bölsem 1. Unda bo'lsa AB ni EF ga bölsem 1 chiqdi degan gap amaliyotda AB ning uzunluğu bilan EF ning uzunluğu birisi-birisiga teng degan gap. Yana aslida qaraydigan bo'lsak, tepiribdi shundami? B bilan D tengqini bu uzunluq bilan bu uzunluq teng, A bilan F teng, A bilan F teng shunami? C bilan E teng shunami? Undaqda bir xulosalab olsak, agar 2-3 bo'longda ichidagi 3 tal bo'long birisi-birisiga teng bo'lib qolmay, munosabatlik bo'lgan taraflarning uzunligimi birisi-birisiga teng bo'lsa, xuddi bu yerdagi o'xshash shunami? Unda bo'lsa, biz bu 2-3 bo'longni teng 3 bo'long deb ataymiz. Ya'ni bu 2-3 bo'long birisi-birisiga tamamen teng bo'ladi. Bir qancha tal savol ko'rib taqaylimda olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb mushta bir tik bo'longli 3 bo'long berib to'shnami? Unda bo'lsa bu yerda EDC deb bir tik bo'longli 3 bo'long bor ekan, shundami? Unda bo'lsa bu 2-3 bo'long o'xshash bo'lamdi. Oldi bilan bir qarab taqayli. Masalan, ABC degan bu 3 bo'long bilan EDC degan bu 3 bo'longda bu yer 90 gradus, bu yer 90 gradus shundami? Bir tal bo'long teng bo'lib bo'ldi. Unda bo'lsa bu bo'longga qaraydigan bo'lsak, C degan bu bo'long kichik 3 bo'longdimi bor, shundami? Cho'ng 3 bo'longdimi bor? Ikkalisi o'rtaq. Unda bo'lsa 3 bo'longniki ichki bo'long yig'indisi 180 gradus shundami? Unda bo'lsa bu bo'long bilan masalan bu bo'long bu 2-3 bo'longda o'zaro teng bo'lib bo'lgan ekan. Qilib qolgan bu bo'long bilan bu bo'longmi qanday bo'ldi? Albatta birisi-birisiga teng bo'ldi degan gap. Undaqda ABC degan bu 3 bo'long bilan shundami? DEC degan bu 3 bo'long amaliyotda o'xshash 3 bo'long. O'xshash 3 bo'long bo'lib bo'lgandan keyin xuddi qanday bo'lsa o'xshash bo'ldi, ba'zilar ko'rmay qolgan bo'lishinglar mumkin. Men bu yerdagi DCE degan bu 3 bo'longni shunda elib, shundami? Ta'ti o'rib shunda chaplagan vaqtimda amaliyot uni yo'g'intish orqali ABC ga teng bo'lgan bir 3 bo'long chiqara olamiz, shundami? Yana bu yerdagi DE ning uzunligini AB ga bölgünüm, shundami? 3 ni 6 ga bölgünüm. Bu yerdagi EC ning uzunluğunu BC ga bölgünümge teng. Unda bo'lsa DC ning uzunluğunu, ya'ni bu tarafni AC ning uzunluğuga bölgünümge teng shundami? Tik bo'longli 3 bo'long 3 5. Unda bo'lsa bu yer 4 bo'ladi. Ya'ni 4 ni 8 qo'shilgan 5 ga bölib etganimga teng. Unda bo'lsa bir qarabla javobni chiqarib etdik shundami? Bu qismi necha bo'lish kerak? 8 bo'lish kerak. Unda bo'lsa x qo'shilgan 5 teng 8. Unda bo'lsa x teng 3 degan gap mana. Keyingi savol qarab baqaylik olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B, C deb bir 3 bo'long berib to'shnami? Bu bo'long bilan bu bo'long birisi-birisiga teng ekan. Unda bo'lsa men buni beta, buni beta deb olay. Anandan keyin shu bu 2 bo'long birisi-birisiga teng ekan shundami? AD degan bo'long o'tirgan. Unda bo'lsa buni masalan alfa, buni alfa deb olaylik. Bizga DE ning uzunluğu 4, EC ning uzunluğu 6 shundami? BD ning uzunluğu teng x. Unda bo'lsa x teng necha?
deb so'rabdi. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu bulungni qanday ifodalaymiz? Alfa bilan betaning yig'indisi shunami? Alfa qo'shilgan beta. Unda bo'lsa bu bulungmi alfa qo'shilgan betami? Albatta. Bu bulungmi alfa qo'shilgan beta. Unda bo'lsa ACT degan bu 3 bulung amaliyotda AC ning uzunligi bilan DC ya'ni CD ning uzunligi birisi-birisiga teng shunami? Teng yonliq 3 bulung. Unda bo'lsa AC ning uzunligi necha bo'ldi? 10 bo'ldi degan gap mana. Unda bo'lsa yana qaraydigan bo'lsak shunami? Bu bulung nimaga teng bo'ladi? Biz bu yerdagi ABE degan bu 3 bulungga qarab olaylik. ABE degan bu 3 bulungdagi bu ichki bulung bilan bu ichki bulungning yig'indisi, ya'ni bu 3-bulungning tashqi bulungga teng bo'ldi. Shunami? Unda bo'lsa bu bulung degan alfa, ikki alfa qo'shilgan beta degan gap. Ikki alfa qo'shilgan beta mana. Növbətdə biz bu yerdagi o'xshashlikni chiqarib olamiz. Diqqat qilib turaylar. Men oldi bilan buni mushta bir sizib chiqarib olay. 3 bulung AEC. Shunami? Biz bu 3 bulungni bir mushta kesib chiqarib bir qarab olaylik. Men buni mushta sizib oldim. Bu 3 bulungga qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi oldi bilan bu bulung. Shunami? Masalan, bu bulung qanday bulung? Bu hem ABC degan bu 3 bulungda, hem AEC degan bu 3 bulungda o'rtaq bo'lgan bir bulung. Qaraydigan bo'lsak, amaliyotda AEC degan bu 3 bulungni shunda elib, shunami? Ma'qul shaklda ta'ti ko'rib qo'ygan vaqtimda, ya'ni bu yer 2 alfa qo'shilgan beta degan bu cho'ng ABC degan bu 3 bulungniki bu bulungga teng bo'ldi shunami? Ya'ni bu bulungga qanday bo'ldi? Teng bo'ldi. Chunki bu bulungmi 2 alfa qo'shilgan beta. Bu bulung ikkilisida o'rtaq shunami? Anandikinchi bu bulung bilan birisi-birisiga teng. ABC degan bu 3 bulung bilan ABC degan bu 3 bulung bilan qaysi bulung? EAC degan bu 3 bulung shunami? EAC degan bu 3 bulung qanday 3 bulung bo'ldi? O'xshash 3 bulung degan gap mana. Undaqda 2-3 bulungniki o'xshashligini chiqarib qo'ygan ekan, biz munosabatli bo'lgan taraflarni silishtira olamiz shunami? Unda bo'lsa, masalan, bu 3 bulungda EAC degan bu 3 bulungdagi AC degan bu tarafning uzunligini bu yerdagi BC ga bo'lgunim, ya'ni cho'ng 3 bulungdagi BC ga bo'lgunim. Qanday nima bo'ldi? 10 ni shunami? 4 qo'shilgan 6 10 qo'shilgan x ga bo'lgunim nimaga teng bo'ldi yana? Qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi EC shunami? Kichik 3 bulungdagi EC ni cho'ng 3 bulungdagi AC ga bo'lgunim. Ya'ni chunki biz buni mushta ko'rib dumlab qo'ygan to'xshinami? Unda bo'lsa bu yerdagi 6 ni 10 ga bo'lgunimga teng bo'ladi. Qaychilashtirib ko'paytiramiz shunami? Unda bo'lsa 60 qo'shilgan 6x teng 100. Unda bo'lsa 6x teng 40. Unda bo'lsa x teng necha? 3 dan 20 degan gap mana. Keyingi mazmun qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikkinchi alohidlik shunami? Nima debdi? Kenar, ochiq, kenar benzerlik debdi. Unda bo'lsa tafsilroq bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikki til 3 bulung bo'lgan shunami? D, E, F, A, B, C deb. Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi D degan bu bulung bilan shunami? A degan bu bulung ikkisi birisi-birisiga teng deb turibdi. Anandan keyin qaraydigan bo'lsak, bu bulungni qurshab turgan DE ning uzunligi x shunami? DF ning uzunligi y ekan. Unda bu 3 bulung qaraydigan bo'lsak, bu bulungni qurshab turgan AB ning uzunligi x ko'paytirilgan k, AC ning uzunligi y ko'paytirilgan k ga teng bo'lgan. Undaq bo'lsa, ya'ni bu 2-3 bulungda shundami? Munosabatli taraf degan qanday bo'ldi? AB ni DE ga bo'lgunim. Ya'ni bu yerdagi x ko'paytirilgan k bu uzunlikni bu x ga bo'lgunim. Agar bu yerdagi AC ning uzunligini DF ga bo'lgunimga, ya'ni y k ning uzunligini bu yerdagi y ga bo'lgunimga. Yana qanday bo'ldi? Bilsam k teng k chiqdi shunami? Agar bu xil shaklda birisi-birisiga teng bo'lsa, yana qanday munosabatli taraflarning shunami? Munosabatli taraflarning nisbati birisi-birisiga teng bo'lsa, biz bu 2-3 bulungni o'xshash 3 bulung deb ataymiz. Biz buni turkchada qisqartib KAK, ya'ni kenar ochiq kenar shunami? KAK benzerlik deb atab olamiz. Lekin ingliz tilida bu yerda line, angle, line deb yozib qo'yibdi. Ya'ni LAL emas. Amaliyotda 3 bulungniki bir tarafni ingliz tilida side bilan ifodalaydi. Bu yerdagi line degan amaliyotda bir tuz siziqni ko'rsatib berdi. Side degan vaqtimda anandan keyin bir 3 bulungniki taraf degan ma'noni ifodalab berdi. Unda bo'lsa biz buni ingliz tilida masalan qisqartib SAS similarity deb atab olamiz. Ya'ni bu yerdagi S degan shu side qanda taraf degan ma'nosi bor. Unda bo'lsa asta qaraydigan bo'lsak nima debdi bu yerda? ABC ning aylanma uzunligini DEF
ning aylanma uzunluğuna bölgen vaqtimda şunama yana k chiqadi. Yani bu yerdagi BC ni EF ga bölsem bu k chiqadi şunama biz buni munosabatlarni bu yerdan ko'rib oldik ustida. Aslida qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi ABC degan chambarning aylanma uzunluğini DEF ga bölgen vaqtimda yani k chiqadi şunama uningdan sirt masalan bu egizlik HD bo'lsa, shunama, unda bo'lsa, masalan, bu egizlik HA bo'lsa, bu yerdagi bu egizlikka bo'lgan vaqtimda yana k bo'ladi debdi. Yana bu yerdagi munosabatlik bo'lgan yon o'ttirisi, buning o'ttirlarini birisi-birisiga bo'lgan vaqtimda k chiqadi ekan shunama. Yana xulos kalam ABC degan bu uch bo'lon qanday shakllangan? DEF degan bu uch bo'lonni shunama k hassa yo'g'onatgandan keyin shakllangan bir uch bo'lon. Unda bo'lsa, biz navbatda qanday qilamiz? Buni isbotlab chiqaramiz. Yana ABC ning yuzini DEF ning yuziga bo'lgan vaqtida k ning kvadrati bo'lib ketadigan. Biz bu yerdan bu yerga egizliklarni tushirib oldik shunama. Ya'ni bu yerga bir tal egizlik tushirib oldik, bu yerga bir tal egizlik tushirib oldik. Unda bo'lsa DEF ninki bu egizlikini masalan h deb olayli. Unda bo'lsa nima deb qo'yaydan? Bu HA ni HD ga bo'lganim shunama, ya'ni bu egizlikka bo'lganim k bo'lsa, unda bo'lsa bu egizlik, ya'ni bu egizlikning uzunligini h ko'paytirilgan k qilib ifodalaymiz shunama. Unda bo'lsa masalan bu yerdagi EF ning uzunligini men A deb olay. Unda bo'lsa BC ning uzunligini EF ga bo'lganim k ga teng bo'lsa, bu yerdagi BC ning uzunligi A ko'paytirilgan k bo'ladi. Shunami? Unda bo'lsa alan ABC, ya'ni ABC ninki alani nimaga teng bo'ldi unda bo'lsa? A k ning uzunligiga shunami? A ko'paytirilgan k ko'paytirilgan bu yerdagi egizlik h ko'paytirilgan k ko'paytirilgan 2 dan 1. Unda bo'lsa A ko'paytirilgan h ko'paytirilgan k ning kvadrati ko'paytirilgan 2 dan 1 ga teng bo'ldi. Shunami? Unda bo'lsa DEF ninki alani, ya'ni alan DEF bu kichik uch bo'lonninki yuzi shunami? Alan degan. Unda bo'lsa nimaga teng bo'ldi? Bu asosga egizlikni ko'paytganga teng. Unda bo'lsa A ko'paytirilgan h ko'paytirilgan 2 dan 1. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, munosabat chiqib bo'ldi shunami? Ya'ni bu yerdagi 3 bo'lon ABC ninki yuzini 3 bo'lon DEF ning yuziga bo'lgan vaqtimda amaliyotda A ko'paytirilgan h ko'paytirilgan k kvadrat ko'paytirilgan 2 dan 1 ni shunami? Ya'ni buni nimaga bo'lib astidagi A ko'paytirilgan h ko'paytirilgan 2 dan 1 ga qisqaramdi. 2 dan 1 yo'qolib ketdi, h yo'qolib ketdi, a yo'qolib ketdi. Nimaga teng bo'ldi ekan? K kvadrat degan gap mana. Bir qancha tal savol ko'rib boqaylik olsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda 2 tal savol bor ekan shunami? Ya'ni mushta bir tal 4 taraflik beribdi. Anandan keyin eng hal qiliq nuqta. Ya'ni bu bo'lon bilan bu bo'lonni birisi-birisiga teng deb beribdi. Unda bo'lsa ABD degan bu 3 bo'lon shunami? ADC degan bu 3 bo'lon. Unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak, bu üstüdeki 3 bo'londa shunama bu bo'lon bilan ki astidagi 3 bo'lonniki bu bo'lon birisi-birisiga teng ekan. Yana kelib, yana qaraydigan bo'lsak shunama bu yerda üstüdeki 3 bo'londa bu uzunlikni 4 debdi. Astidagi 3 bo'longa qaraydigan bo'lsak, bu uzunlikni qanda 8 deb beribdi shunami? Unda bo'lsa, ya'ni üstüdeki 3 bo'lonniki AD degan bu uzunluqi 8, astidagi 3 bo'lonniki A qanda CD degan bu uzunluqi 16 ekan. Unda bo'lsa, yana nima degan gap? Bu yerdagi 8 ni shunama üstüdeki 4 ga bo'lganim tengnecha 2. Unda bo'lsa, ya'ni bu astidagi 3 bo'lonniki bu 16 ni shunama üstüdeki 3 bo'lonniki bu 8 ga bo'lganim yana 2. Undaqda yana A, B, D degan bu 3 bo'lonni 2 ko'paytirish orqali D, A, C degan bir 3 bo'lon hosil bo'libdi shunami bu yerdan. Men bu yerdagi A, B, D degan bu 3 bo'lonni kesib elib shunama ta'ti o'rgandikin bu bo'longa tushidi shunama. Bir has yo'qnatgan vaqtimda A, B uzrab qanda bu yer 8 bo'ldi shunama. Andan keyin bu yerdagi kichik 3 bo'lon A, B, D niki AD degan bu 8 degan bu taraf uzrab qanda 16 bo'ldi degan gap. Undaq bo'lsa, bu yerdagi BD ni 2 ko'paytgan vaqtimda bu yerdagi x chiqadi. Shunami? X dan necha? X dan 10 degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda 2 tal 3 bo'lon bor ekan shunami? Unda bo'lsa biz bu savolni tafsiliy bir ko'rib chiqaylik. Masalan, bu bo'longa qarab boqaylik oldi bilan. Unda bo'lsa B degan bu bo'lon, ABC degan bu 3 bo'lon va BED degan bu 2 tal 3 bo'lonning o'rtaq bir bo'loni. Shunami? Unda bo'lsa, bu yerdan bir o'xshashlik chiqamdi. BED degan bu 3 bo'lonni shundami? Shunda elib ko'rgan vaqtda bu bo'lon qanda bu bo'longa teng bo'lishi bu bo'longa teng bo'lish ehtimolligi yuqori shunami? Unda bo'lsa bu bo'lon o'rtaq bo'lon bo'lganki shunami? Shunda oldim, ko'rdim. Ko'rgan vaqtimda masalan qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi 4 ni 2 6 shunami?
4'ni bu yerdeki 8'ga bölgünüm. Bu yerdeki 6'ni şunama bu uzunluqni nimaga bölgünümge? Bu yerdeki 4 qo'shilgan 8 şunama 12'ga bölgünümge tengmi? Albatta teng. Yani bu yerdeki k deganga o'xshash şunama 2'dan 1 deb bir nisbat chiqdi. Undaqda biz bu yerdan qandaq bir xulosa chiqarib olaymiz? B, E, D degan bu 3 bulon bilan shunama B, A, C degan bu 3 bulon. Qanday 3 bulon? O'xshash 3 bulon degan gap mana. Bu yerda 2'dan 1 bo'lgan qaraganda shunama bu yerdagi B, E, D degan bu 3 bulonni 2 ko'paytgan vaqtimda B, A, C bilan teng bo'lgan bir 3 bulon chiqadi. Unda bo'lsa bu uzunluqni shundami 2 ko'paytgan vaqtimda bu uzunluq necha? X'dan 16 degan gap. Keyingi mazmun qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda 3-alohidalik nima debdi? Biz buni oldi bilan mushta bir tal bulon sizib olibdi deb qarasak bo'ladi. Shunami? Mushta bir bulon. Bu bulonni sizib bo'lgandan keyin nima qilibdi bu yerda? DE bilan BC parallel debdi. Mana DE BC shunami? Parallel bo'lgan ikki tal siziq tortibdi. Unda bo'lsa bu birinchi siziqning uzunluğu x, ikkinchisining uzunluğu y ekan. Bu uzunluq A shunami? Bu yer C, bu yer B, bu yer D ekan uzunluğu. Unda bo'lsa bu yerda bir munosabat bor ekan. Ya'ni A ni B'ga bölgünüm, C ni D'ga bölgünümga teng debdi. Buni qat'iy esimizdan chiqarmaslik kerak. Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi DE bilan BC parallel bo'lganlikdan shunami? Bu bulon bilan bu bulon birisi-birisiga teng, bu bulon bilan bu bulon birisi-birisiga teng. Ya'ni ADE degan bu 3 bulon bilan ABC degan bu 2-3 bulon o'xshash 3 bulon degan gap. Unda bo'lsa munosabatli taraflarningki nisbati shunami birisi-birisiga teng bo'ldi degan to'q. Ya'ni AD ning uzunligini AB'ga bölgünüm. Ya'ni bu yerdagi A ni A qo'shilgan B'ga bölgünüm shunami? Nimaga teng bo'ldi? X ni Y'ga bölgünümge, anandan keyin AE ning uzunligini AC'ga bölgünümge. Ya'ni bu C ni C qo'shilgan D'ga bölgünümge teng bo'ldi debdi mana. Undaqda bu alaylikka asosan bu ikki savol qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, birinchi savol ABC deb mushta bir 3 bulon bo'lgan shunami? Nima debdi? DE bilan BC parallel qani. Bu B bo'lish kerak shunami? DE bilan BC parallel. Anandan ikkinchi AD teng 2 ko'paytirilgan BD. Qani BD ning 2si AD ga teng bo'lgan shunami? Unda bo'lsa, masalan, men BD ning uzunligini A deb olsam, AD ning uzunligi degan 2A bo'ladi degan gap. Bu yerda DE bilan BC parallel bo'lganlikdan bu 2-3 bulon shunami? ADE bilan ABC o'xshash 3 bulon bo'ldi. Unda bo'lsa bu uzunluqni, ya'ni 2A ni AB'ga bölgünüm shunami? Yana 2A qo'shilgan A necha? 3A ga bölgünüm. Bu yerdagi 6 ni X ga bo'lib o'tganimga teng. Unda bo'lsa A qisqarib ketdi shunami? Qaychilashtirib ko'paytgan vaqtimda 18 teng 2X. Unda bo'lsa X teng 9 degan gap mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda bir qancha 3 bulon bo'lgan shunami? Nima debdi? EF bilan DC parallel. Ya'ni bu ikki siziq birisi-birisiga parallel ekan. Unda bo'lsa, bu yerdagi AF degan bu 3 bulon bilan ABC degan bu 3 bulon qanday o'xshash 3 bulon bo'ldi shunami? Ya'ni bu uzunluqdan bu uzunluqdan debdi. Unda bo'lsa, masalan, men buni A, bu yana A, bu yana A deb olay. Unda bo'lsa, bu 2-3 bulon o'xshash 3 bulon bo'lgan keyin bu uzunluqni shunami? Ya'ni AF ni AC ga bölgünüm. Unda bo'lsa 2A ni bu yerdagi 3A ga bölgünüm. Nimaga teng bo'ldi? Bu uzunluqni bu uzunluqqa bölgünüm. Unda bo'lsa men buni BC ning uzunluğini masalan bu yerda X bo'lgan shunami? Men buni Y deb olay. Unda bo'lsa 10 ni Y ga bölgünümge. 10 bölüngen Y. Unda bo'lsa A qisqarib ketdi shunami? Qaychilashtirib ko'paytgan vaqtimda 2y teng 30. Unda bo'lsa y teng necha? 15 degan gap mana. Unda bo'lsa BC ning uzunligi necha chiqdi? 15. Bizdan nimani so'rabdi bu savolda? DB ning uzunligi teng x shunami? Unda bo'lsa x teng necha deb so'rabdi. Navbatda qanday qilamiz? Biz bu yerdagi EKF degan bu 3 bulonga bir qarab olaylik. Bu 3 bulonni shunda sizib oldim shundami? Unda bo'lsa, masalan, EF bilan BC parallel bo'lsa, albatta EF bilan bu yerdagi CD mo parallel bo'ldi. Unda bo'lsa, EKF degan bu 3 bulon bilan DKC degan bu 3 bulon o'xshash 3 bulon shundami? Unda bo'lsa, bu yerdagi bu uzunluqni KC ga bölgünüm. Ya'ni A ni
2a'ga bölgünüm. Bu yerdeki 10'ni nimaga bölgünümga? Bu yerdeki x qo'shilgan y, ya'ni x qo'shilgan 15ga bölgünümga teng. Unda bo'lsa a qisqarib ketdi, bu yerda 1 qoldi. 2 dan 1 shunama. Bir qarabla bu yerdeki x qo'shilgan 15 ning 20 ga teng bo'lganligini chiqarib etdik. Unda bo'lsa bu yerdeki x teng shunama 5 degan gap mana. Keyingi mazmun qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak 4-alohidalik. Bu yerda nima debdi? AB bilan CD parallel shunama. Mushta AB bilan CD parallel ekan. Bu yerdeki AB bilan CD parallel bo'lsa, bu bulon bilan shunama, bu bulon birisi-birisiga teng degan gap. Bu bulon bilan bu bulon birisi-birisiga teng degan gap. Ya'ni kelib bu bulon bilan shunama, bu bulon o'zaro qarama-qarshi bulon, bu ikkisimi birisi-birisiga teng. Qaraydigan bo'lsak, ABE degan bu 3 bulon bilan DCE degan bu 3 bulonning ichidagi 3 tal bulon o'zaro birisi-birisiga teng bo'lib qoldi shunama. Unda bo'lsa bu ikki 3 bulon o'xshash 3 bulon degan gap. O'xshash 3 bulonniki alohidligi qandaqda? Munosabatli bo'lgan taraflarning nisbati birisi-birisiga teng. Ya'ni bu yerdagi x ni bu yerdagi y ga bölgünüm shunama, bu yerdagi a ni nimaga? Bu yerdagi b ga bölgünümga teng. Shunama, unda bo'lsa bu yerdagi c ni yana nimaga? Bu yerdagi d ga bölib etganimga teng degan gap mana. Mush yerdagi qoida shu. Asli qarab baqaylik bo'lsa, nima debdi bu yerda? Biz buni BD deb mushta bir tal tuz siziq beribdi. Anandan keyin bu yerga qanda 3 bulonlarni sizibdi deb qarasaqmi bo'ladi. Ya'ni nima debdi ekan bu yerda? AB shunama EF ga parallel, EF CD ga parallel. Ya'ni bu yerdagi AB, EF, CD degan 3 siziq birisi-birisiga parallel bo'lgan. Shunama. Unda bo'lsa, masalan, oldi bilan mushta bir tal 3 bulon sizibdi deb qaraylik. Unda bo'lsa, EB ga parallel qilib CD deb bir tal siziq sizgandan keyin shunama C bilan B ni tutashtirib, bu yerdan yana bir tal 3 bulon hosil qilyapti. Shundami? Unda bo'lsa, masalan, kesishgan bu nuqtadan o'tkazib A, B, C, D ga parallel bo'lgan siziqdan yana birini tortyapti, EF deb mana. Unda bo'lsa, bu yerda ikki tal munosabat bor ekan. Biz oldi bilan bu munosabatni bir isbotlab baqaylik. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, EF bilan A, B parallel. Shundami? Unda bo'lsa, bu kichik 3 bulon bilan bu cho'ng 3 bulon ABD degan qanday bo'ldi? O'xshash 3 bulon bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yerdagi M ni nimaga bo'layotganim? N qo'shilgan m ga, ya'ni bu uzunlikqa bo'lib etganim shunama nimaga teng bo'ldi? Bu x ni a ga bo'lib etganim degan gap, x bo'lingan a. Unda bo'lsa, bu o'ng tarafdagi bu 3 bulonga qaraydigan bo'lsak, shunama BCD degan bu 3 bulon qaraydigan bo'lsak, CD bilan EF ikkisi birisi-birisiga parallel bo'lsa, n ni n qo'shilgan m ga bo'lganim. Shunama n ni n qo'shilgan m ga nimaga teng bo'ldi? X ni b ga bo'lganimga. X bölüngen B. Növbetdə bir qarabla ko'rib olaymiz shunami. Ya'ni buni, bu qimmatni bu qimmatga qo'shib etsam, nima chiqdi bu yerdan? 1 chiqdi. Undaqda bu qimmatni bu qimmatga qo'shib etganim 1. Shunami? Unda bo'lsa A dan X qo'shilgan B dan X teng 1 deb yozib olamiz mana. Unda bo'lsa buni mahrajni o'xshash qilaylik. Asti ustiga b ni ko'paytirmay shunama a b b x qo'shilgan, asti ustiga a ni ko'paytsam a b a x tani c 1 bo'lib ketdi. Unda bo'lsa a b b x qo'shilgan a x tani c 1. Bu yerdagi x ni sirtiga chiqarib olgan vaqtimda x shunama a qo'shilgan b bu yerga bo'lingan a b teng 1. Unda bo'lsa men ikkala tarafni x ga bo'lib etgan vaqtimda nima bo'lib ketdi? A qo'shilgan B shunama A B shu bet qilib qoldi. 1 ni x ga bo'lsam x dan 1. Buni tarqitib etkili bo'lamdi? Albatta tarqitib etkili bo'ldi. Ya'ni buni A B dan A qo'shilgan A B dan B deb yozib olsam bo'ladi. Teng x dan 1 shunama. Unda bo'lsa bu yerdagi A bilan A qisqarib ketdi, B bilan B qisqarib ketdi shunama. Unda bo'lsa B dan 1 qo'shilgan A dan 1 teng x dan 1. Qani, mana buning isbotini chiqarib oldik degan gap. Ikkinchi formulaga qaraydigan bo'lsak, b ko'paytirilgan n teng m ko'paytirilgan a deb tushunama. Nima uchun bunday bo'ldi? Unda o'zi masalan bu tenglamaga qaraydigan bo'lsak, bu yerda x ni men qanday ifodalayman? X teng shunama a ga m ni ko'paytib n qo'shilgan m ga bo'lib o'tganga teng shunama. Ya'ni a m bo'lingan n qo'shilgan m ga teng bo'ldi. Unda o'zi bu tenglamadan x ni qanday chiqarib olamiz? Qaychilashtirib ko'paytimiz shunama. Unda o'zi n ko'paytirilgan qanday bu yerdagi b bölüngen n qo'shilgan m bo'ladi. O'xshash x shunami? X degan birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa bu ikki qimmatmi birisi-birisiga teng bo'lishi kerak. Bu ikki qimmatga qaraydigan bo'lsak shunami? Mahrajlari o'zaro birisi-birisiga teng. Unda bo'lsa ustidagi suratmi birisi-birisiga teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu yerdagi
A köpeytilgen M teng şunama N köpeytilgen B. Mana ikincisini isbotlab chiqarib oldik degan gap. Bu ikki formularni egallab zarur emas, lekin bilib olsak, odatda savol ishlagan vaqtimizda osonla javobni chiqarib olamiz. Eng asli qaraydigan bo'lsak, bu yerda A, B, C, D deb bir to'rt taraflik bo'lib turishni nima debdi? A, B, C, D parallel kenar, ya'ni parallel to'rt taraflik ekan. Parallel to'rt taraflikning alohidligini biz oldingi soat darslarimizda so'zlab bo'lgan shunami. A, B, C, D deb mana bir parallel to'rt taraflik bo'lsa, buning qarama-qarshi ikki tarafi, ya'ni A, B bilan C, D qanday bo'ldi? A, B bilan C, D parallel shunami. Bu yerga B, C bilan A, D. BC bilan AD parallel degan gap. Uningdan sirt AB'ning uzunluğu bilan CD'ning uzunluğu birisi-birisiga teng shunami bu yerda deb turibdi mana. Yana BC'ning uzunluğu bilan AD'ning uzunluğu birisi-birisiga teng bo'ldi. Bu parallel to'rt taraflikning alohidliklari. Buni qat'iy esimizdan chiqarmaslik kerak. Bu mazmunga asosan bir qancha savol ishlab baqqandan bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu yerda ikki to'l 3 bo'lin bo'lgan shunami AB bilan CD parallel debdi. ABCD parallel bo'lsa, bu ikki 3 bo'lin o'xshash 3 bo'lin bo'ldi. Chunki bu bo'lingga teng shunami, bu bo'lingga teng, bu bo'lingga teng degan gap. O'xshash 3 bo'lin bo'lgandan keyin bu yerda nima debdi yana? ED degan AE'ning uchasi. Qani AE'ning uchasi ED'ga teng bo'lgan ekan. Unda bo'lsa, men AE'ni uzunluğunu A deb olay. ED degan shunami buning uchasi bo'lsa, ED'ning uzunluğu degan 3A bo'ldi. BC'ning uzunluğu 16 debdi. Qani BC'ning uzunluğu 16. BE'ning uzunluğu teng 2, x'dan necha deb degan shunami. BC 16 bo'lsa, EC'ning uzunluğu degan 16 ilingan 2 degan gap. O'xshash 3 bo'loniki alohidligiga asosan shunami bu yerdagi A'ni 3A'ga bölgünüm. Yani münasebetlik taraflarni birisi-birisiga bo'latdik shunami. Bölgünüm x'ni 16 ilingan x'ga bölgünümga teng. Mana. Unda olsa bu tenglimini yechgan vaqtimda A yo'qolib ketdi. Qaychilashtirib ko'paytimiz. 3x teng shunami 16 ilingan x. Unda olsa 4x teng 16 x teng 4. Unda olsa javob x teng 4 mana. Keyingi savol qarab baqaylik olsa, qaraydigan bo'lsak, ABCD parallel kenar deb turishni. Parallel kenar, ya'ni parallel to'rt taraflik. Unda bo'lsa, AD bilan bu yerdagi BC parallel shunami. Navbatda biz qanday qilamiz? Bu ikki 3 bo'longa qaraymiz. Ya'ni bu 3 bo'lon bilan shunami, sol tarafdagi bu 3 bo'longa shunda qaragan vaqtimizda bu ikki 3 bo'lon amaliyoti qanday bo'ldi? O'xshash 3 bo'lon shunami, mishadagi o'xshash. Unda bo'lsa, masalan, bu uzunluq 10, bu uzunluq 2, bu uzunluq nechk? 2k. Unda bo'lsa, AD'ning uzunluğu necha bo'ldi? 3k qo'shilgan 2k shunami, BC'ning uzunluğu teng. Ya'ni bu yer 5k degan gap. Undaqda bu yerdagi 5k bo'lingan bu yerdagi 2k shunami, nimaga teng bo'ldi? 10 bo'lingan 2. Bu yerdagi k yo'qolib ketdi shunami. Unda bo'lsa 5x teng necha? 20. Unda bo'lsa x teng necha? 4 degan gap. Bu yerdagi x 4 chiqdi. Bizden nimani so'rab ketgan bu savolda x'ni shunami, ya'ni EC'ning uzunluğu teng necha bo'ldi deb degan. Unda bo'lsa x teng 4 javobni chiqarib oldik mana. Keyingi mazmunimiz qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak 5-alohidlik nima debdi? Bu yerdagi shunami AB bilan EF parallel, uning bilan CD parallel debdi. ABDC mushta bir to'rt taraflik bo'lgan shunami, o'rtasida yana bir tal parallel chiziq chizib beribdi. Amaliyotda bu qanday bo'ldi? Biz keyingi darslarimizda o'rganadigan trapetsiya. Ya'ni trapetsiya deganimiz mushta bir to'rt taraflik shunami, lekin osti üstü parallel ve ikki tarafi parallel bo'lmagan to'rt taraflikni biz trapetsiya deb ataymiz. Unda bo'lsa, bu yerga qaraydigan bo'lsak, buning bir munosabati bo'lgan shunami, bu yerdagi A ni B ga bölgünüm, bu yerdagi C ni D ga bölgünümga teng. Yani bu munosabatga asosan biz bu ikki savolga bir qarab baqaylik bo'lsa, birinchi savol qaraydigan bo'lsak, bu yerda mushta bir trapetsiya bo'lgan shunami, unda bo'lsa A, B, C, D, E, F, bu yerdagi G, S hammasi parallel debdi. Y-dan x ni elvetsam teng necha. Unda biz qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi A, C ning uzunluğu 2 shunami. X ni qanday topaman bo'lsa, x ni bu tegidagi 3k ga bo'lib etganim nimaga teng bo'ldi? Bu yerdagi 3 ni k ga bo'lib etganimga 3 bölüngen k. Bu tanımının 10 sol ikili tarafga k ni ko'paytgan vaqtimda k yo'qolib ketdi shunami. Bu yerda bir qoldi. Qaychilashtirib ko'paytgan vaqtimda x teng 9 x ni topdim mana. Y ni o'xshash shaklda tepib olamiz. Ya'ni bu c ning uzunluğu 3k ni shunami nimaga bo'lganim? Bu yerdagi 12 ga bo'lganim. Bu yerdagi df ning uzunluğu k ni bu yerdagi y ga bo'lib etganimga teng. Tenglimining oldi k ni shunami k ga bo'lib etgan vaqtimda bu yerda bir qoldi. Qaychilashtirib ko'paysam
3y teng 12. Onda olsa y teng 4. Bizden y'dan x'ni elvetsek neçe çıkıdı dep diken şuna ama 4'tün 9'unu elvetsek neçe buldu? -5 degan gap mana. Keyingi savol qarab baqaylik olsa, bu yerda trapeziya bor ekan shuna ama nima debdi? BM bilan FG parallel. Ya'ni bu ikki siziq birisi-birisiga parallel ekan shuna ama yana qaraydigan bo'lsak, AB, EFG, EFCD ga parallel deb turishni ama yana bu yerdagi AE ning uzunligini EC ga bo'lginim, ya'ni 2 ni 4 ga bo'lginim, BF ning uzunligini FD ga bo'lginimga teng. Shunami? Unda bo'lsa biz bir qarab qanday qila olamiz? BF ning uzunligini 2A deb olamiz. Bu yerdagi FD ning uzunligini 4A deb olamiz. Chunki 2A 4A deb olganimda 2 bo'lingan 4 teng 2A bo'lingan 4A ga teng bo'ldi. Shunami? Yana qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi FK bilan BM parallel bo'lganlikdan shunami? DMB degan bu 3 bo'lon bilan DKF degan bu 3 bo'lon ikkisi qanday o'xshash 3 bo'lon. Unda bo'lsa DF ni DB ga bo'lginim, shunami? Yana 4A ni 6A ga bo'lginim, bu yerdagi 4 ni X ga bo'lginimga teng. Unda bo'lsa bu tenglikni qanday yechimiz? A yo'qolib ketdi. Shunami? Qaychilashtirib ko'p ketgan vaqtimda 4x teng 24. Unda bo'lsa x teng necha? 6 mana. Keyingi mazmun qarab baqaylik bo'lsa, qaraydigan bo'lsak 6-alohidalik shunami? Bu yerda bir trapeziya beribdi. Yana AB, EF ga parallel, EFCD ga parallel deb turishni, bu 3 siziq parallel ekan. Anondan keyin qanday qilibdi yana? Bu yerdan bir parallel to'rt taraflikdan birini chiqarib olibdi shunami? Yana bu yerdagi BD ga parallel bo'lgan siziqdan birini tortish orqali shunami? Masalan, mushta bir ta siziq sizilish orqali bu yerdan ABD, masalan men bu nuqtani F deb olsam, ABDF degan amaliyotda bir parallel to'rt taraflik. Ya'ni AB bilan FD ning uzunligi birisi-birisiga teng ham parallel, BD ning uzunligi bilan AF ning uzunligi birisi-birisiga teng ham AF bilan BD parallel degan gap. Bizga bu yerdan EF ning uzunligini A deb beribdi ekan. Uningdan X ni chiqarib olsam, bu uzunlik nimaga teng bo'ldi? A ilingan X. Amaliyotda bu yerdagi EF bilan CD parallel bo'lganlikdan shunami? Masalan, bu nuqtani biz G deb olsak, EG degan CF bilan parallel bo'lganlikdan 3 bo'lon AEG bilan 3 bo'lon ACF o'xshash 3 bo'lon bo'ldi. Unda bo'lsa, bu yerdagi bu uzunlikni boshqa qalam bilan chizay, ya'ni AE ning uzunligini shunami? AC ga bo'lginim, ya'ni C ni C qo'shilgan D ga bo'lginim nimaga teng bo'ldi? A ilingan X ni B ilingan X ga bo'lginimga. Yana ikki o'xshash 3 bo'londa shundami? Munosabatli taraflarni birisi-birisiga bo'lginimiz qanday bo'ldi? Teng bo'ladi. Unda bo'lsa, bu mazmunga asosan bu ikki savolga bir qarab baqaylik. Birinchi savol qaraydigan bo'lsak, A B D C deb bir trapeziya beribdi bu yerda shunami? Yana AB bilan EF parallel, uning bilan CD parallel. Bu 3 siziq o'zaro parallel ekan. Unda bo'lsa, bizdan nimani so'rabdi? X ni so'rabdi. Ya'ni EF ning uzunligi necha bo'ladi deb so'rabdi. Qanday qilamiz? Birinchi qadamda mushu BD ga parallel bo'lgan siziqdan birini sizish orqali bu yerdan bir parallel to'rt taraflik hosil qilib olamiz. Shunami? Unda bo'lsa, men bu yerdan uchta sizib chiqarib oldim. Unda bo'lsa, meniki sizgan bu nuqtani masalan F desam, AF bilan BD navbati qanday bo'ldi? Parallel bo'ldi. Unda bo'lsa, masalan bu yer 5 bo'lsa, men bu yerni G desam, GF ning uzunligi 5 bo'ladi shundami? Bu yermi 5 bo'lib ketdi degan gap. Unda bo'lsa 13 dan 5 ni chiqarib olsam, bu yer necha? 8 qilib qoldi. Bu EF ning uzunligi x shundami? X dan 5 ni chiqarib olsam, nima bo'ldi? Bu uzunlik x ilingan 5 degan gap. Navbatda AEG degan bu 3 bo'lon bilan ACF degan bu 3 bo'lon o'xshash 3 bo'lon shundami? Unda bo'lsa K ni, ya'ni bu uzunlikni AC ga bo'lginim, necha ga? 4 ga bo'lib etganim, x ilingan 5 ni 8 ga bo'lib etganimga teng. Unda bo'lsa asli ustini K ga bo'lib etsam yo'qolib ketdi shundami? Qaychilashtirib ko'paytirdik. 4x ilingan 20 teng 8. Unda bo'lsa 4x teng 28, x teng 7. Mana javob. Keyingi savol qarab baqaylik. Bu savolga o'xshash amaliyotda mushtabir trapeziya berib turishmi? Ya'ni trapeziya deganimiz osti usti parallel, ikki yon parallel bo'lmagan bir to'rt taraflik. Unda bo'lsa bu yerda A, B, E, F, C D, ya'ni bu 3 ta siziq parallel ekan shundami? Nimani so'rabdi? X teng necha? Qanday qilamiz? Bu yerdagi AC ga parallel bo'lgan siziqdan birini sizish orqali bu trapeziyani biz qanday qilamiz? Bir parallel to'rt taraflik va bir 3 bo'lon ikki tal shaklga parchalab o'tamiz. Masalan, bu nuqtani men G deb oldim. Bu nuqtani masalan O deb olay. Unda bu yer 1 bo'lsa, asti
O degan 1 bo'ldi. Bu yer 4 qoldi. Shundaymi? Unda bo'lsa bu AB 1 bo'lsa, bu yerdagi CG mo 1 bo'ladi. Parallel to'rt tarafning alohidligi shundaymi? Qarama-qarshi taraf parallel va birsi-birsiga teng bo'ldi uzunligi. Unda bo'lsa o 7 dan 1 ni chiqarib olsam, bu yana necha bo'lib ketdi? 16 bo'lib ketdi. Qaraydigan bo'lsak, bu uzunluk bilan shundaymi? Bu siziq bilan bu yerga GD degan bu siziq parallel bo'lganlikdan BOF degan bu 3 bo'lon bilan BGD degan bu 3 bo'lon o'xshash 3 bo'lon bo'ldi. O'xshash 3 bo'lonniki taraflarniki nisbati birsi-birsiga teng bo'ldi. Unda bo'lsa, ya'ni bu yerdagi 4 ni 16 ga bo'lganim 4 bo'lingan 16 teng shundaymi? Bu yerdagi x ni nimaga? X qo'shilgan 6. BD ning uzunligi x qo'shilgan 6. Unda bo'lsa, oldi bilan buni qisqartirib o'taylik. Bu yerda 1, bu yerda 4 qoldi. Qarshilashtirib ko'paysak, shundaymi? 4x teng x qo'shilgan 6. Unda bo'lsa, x ni bu tarafga yo'tkidim. Unda bo'lsa 3x teng 6. Unda bo'lsa x teng 2. Mana javob. Keyingi mazmunimiz qarab boqaylik. Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak 7-alohidlik. Bu yerda 2 tal 3 bo'lon beribdi shundaymi? D, E, F, A, B, C deb. Qaraydigan bo'lsak, bu bo'lon bilan bu bo'lon teng shundaymi? Bo'lon B bilan bo'lon E, unda bo'lsa bo'lon C bilan bo'lon F birsi-birsiga teng ekan. Ya'ni A, B, C bilan D, E, F amaliyotda qanday o'xshash 3 bo'lon shundaymi? Andan keyin yana tafsiliy qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi x ga qanday qilibdi? K ni ko'paytirib shundaymi? Z ga mo K ni ko'paytiribdi, bu yerdagi y ga mo K ni ko'paytiribdi. Ya'ni amaliyotda D, E, F degan bu 3 bo'lonni K hassa yo'g'intibdi degan gap. Unda bo'lsa, bu yerdagi ABC ning yuzini shundaymi? DEF ning yuziga bo'lib o'tganim nimaga teng bo'ldi ekan? K kvadratga teng bo'ldi degan gap. Yana biz qanday xulosalay olamiz? Z K bo'lingan Z shundaymi? Buning kvadrati yoki qanday XK bo'lingan X buning kvadrati va yoki bu tarafni bu tarafga bo'lib o'tganning kvadrati shundaymi? YK bo'lingan Y ning kvadrati. Aslida qaraydigan bo'lsak, texnik yaxshi xulosalab beraylik, shundaymi? Qaraydigan bo'lsak, bu ikki tuz siziq birsi-birsiga parallel ekan. Unda bu ikkisi parallel bo'lgandan keyin, masalan, men buni ABE deb olsam, shundaymi? Bu 3 bo'lon bilan DEF degan bu 3 bo'lon amaliyotda qanday o'xshash 3 bo'lon. Unda ustidagining yuzi shundaymi? S1 bo'lsa, ostidagining yuzi S2 bo'lsa, unda bo'lsa S1 ni S2 ga bo'lib o'tganim bu yerdagi x ni y ga bo'lganninki kvadrati. Ya'ni biz buni bu alohidlikni amaliyotda bayatdan ikkinchi qurolda, ya'ni ikkinchi alohidlikni ko'rgan vaqtimizda isbotini chiqarib olgan, shundaymi? Masalan, men bu yerda oddiy bir misol berib o'tib ketay. Masalan, oldi bilan tik bo'lonliq 3 bo'londan birini sizib olay. Masalan, mushta bir tal tik bo'lonliq 3 bo'lon bo'lsin, shundaymi? Undaqda masalan, bu yerni 90 gradus mushta bir tal 3 bo'lon sizib oldik deb qaraylik. Unda bu bo'lon A bo'lsin, bu bo'lon B bo'lsin, bu bo'lon C. Bu uzunlikni 4, bu uzunlikni 6 deb olaylik. Unda bo'lsa, masalan, tik bo'lonliq 3 bo'lon bo'lgandan keyin bu yerga 90 gradus ABC ning yuzi nimaga teng bo'ldi? 4 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 2 dan 1. Shundaymi? Necha 12 degan gap. Unda bo'lsa, navbat qanday qilamiz? A, C ning o'ttirisidan bir nuqta tepib oldim. Masalan, buni E deylik. Andan keyin A, B ning o'ttirisidan bir nuqta tepib oldim. Masalan, buni F deylik. Men E bilan F ni tutashtirgan vaqtimda biz buni oldingi soat darslarimizda ko'rib bo'lgan shundaymi? EF degan bu siziq amaliyotda ABC degan bu 3 bo'lonniki markaz siziqi bo'ldi shundaymi? Unda bo'lsa yana bu yer 3, bu yer degan 2 degan gap. Unda bo'lsa 3 bo'lon AEF ninki yuzi nimaga teng bo'ldi? 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 dan 1. Shundaymi? Nechaga teng? 3 ga teng. Unda bo'lsa, masalan, AEF ning yuzi S bo'lsa, bu yerdagi A, C, B degan bu cho'ng 3 bo'lonning yuzi necha bo'ldi? 4S bo'ladi degan gap. Yana bu kichik 3 bo'lon A, E, F ning yuzini S1 deb olsak, shundaymi? Cho'ng 3 bo'lon A, C, B ning yuzini S2 deb olsak, unda bo'lsa S1 ni S2 ga bo'lganimiz, shundaymi? Bu yerdagi 2 bo'lingan 4. Yani 2 bo'lingan 4 ning nimasi? Kvadrati. Teng necha? 4 dan 1 bo'ldi degan gap. Eng asli qarab boqaylik unda olsa, bu yerda bir tal 3 bo'lon bor ekan, shunday mushta A, B, C deb olay. Andan keyin bu yerga bir parallel siziqni birini sizib tashdimi? Masalan, buni E, F deb olsak, andan keyin bu yerdan yana bir tal siziq tushiryapti. Unda bo'lsa S1 ni S3 ga bo'lganim, shundaymi? Bu yerdagi S2 ni S4 ga bo'lganimizga teng bo'lgan. Buni esimizda tutib olsak bo'ldi, isbotlab o'ltirmaymiz.
Unda bo'lsa, bu mazmunga asosan bir qancha savol ko'rib boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda ABC deb bir 3 bo'lim bor ekan, shundami? Anan ikkinchi DE bilan bu yerdagi BC qanday parallel debdi. Unda bo'lsa ADE'ning yuzini toping. Men bu yerdagi ADE degan bu 3 bo'limning yuzini S deb olsam, navbatda qanday bo'ldi? Bu yerdagi kichik 3 bo'limning yuzini, shundami? S ni cho'ng 3 bo'limning yuziga bo'lginim, ya'ni S qo'shilgan 24 ga bo'lginim, bu yerdagi 1 bo'lingan 3 ning nimasi? Kvadrati. Shundami? Kvadrat degan necha? 9 dan 1. Unda bo'lsa, qaychilashtirib ko'paytgan vaqtimda necha chiqdi bu yerdan? 9S tang S qo'shilgan necha? 24. Shundami? Unda bo'lsa 8S tang 24. Unda bo'lsa S tang 3. Ya'ni bu kichik 3 bo'lim ADE ning yuzi. Shundami? Necha chiqdi? 3 chiqdi mana. Keyingi savol qarab boqaylik bo'lsa, bu yerda ABC deb bir 3 bo'lim bor ekan, shundami? Bu bo'lim bilan bu bo'lim birisi-birisiga teng, bu ikki bo'lim birisi-birisiga teng ekan. Unda bo'lsa, masalan, buni alfa, buni beta, buni beta deb olaylik. Nima so'rabdi bizdan? ABE degan bu 3 bo'limning yuzini, shundami? ABC ga bo'lginim necha bo'ladi? Unda bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, bu bo'limni ifodalab chiqaylik. Oldi bilan bu bo'lim degan shundami? ACT degan bu 3 bo'lim qaraydigan bo'lsak, bu ichki bo'limninki yig'indisiga teng. Ya'ni alfa qo'shilgan beta degan gap. Undaqda bu yerdagi A, B, shundami? D degan bu 3 bo'limga qaraydigan bo'lsak, shundami? Men bu yerga sizib oldim. Bu bo'lim bilan alfa qo'shilgan beta, ya'ni bu bo'lim ichki bo'lim birisi-birisiga teng bo'lganlikdan AB bilan BD birisi-birisiga teng, shundami? Teng yanliq 3 bo'lim. Unda AB ning uzunligi necha bo'ldi? 3 qo'shilgan 2, 5 bo'ldi degan gap. Yana qaraydigan bo'lsak, bu bo'limni qanday ifodalaymiz? ACE degan bu 3 bo'lim qaraydigan bo'lsak, shundami? 2 alfa qo'shilgan beta bu bo'limga teng bo'ldi, shundami? Unda bo'lsa 2 alfa qo'shilgan beta. Navbatda biz bu savoldagi eng muhim nuqtaga keldik. Ya'ni ABE degan bu 3 bo'limga obdan bir qarab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bu 3 bo'limdagi shundami? 2 alfa qo'shilgan beta bilan bu cho'ng bo'lim 2 alfa qo'shilgan beta birisi-birisiga teng. Shundami? Bu bo'lim bilan, ya'ni bu bo'lim bilan bu bo'lim qanday birisi-birisiga teng. Amaliyotda BAE degan bu 3 bo'lim bilan, shundami? BAC degan bu 3 bo'lim qanday bo'ldi? O'xshash 3 bo'lim bo'ladi. BAC. Yana bu ikkisi o'xshash 3 bo'lim, shundami? Ichidagi 3 tal bo'limlari o'zaro birisi-birisiga teng bo'lganlikdan. Undaqda biz bu 3 bo'limninki o'xshash 3 bo'lim ekanligini chiqarib bo'lgandan keyin qanday munosabatlarni yozib olamiz? BE ning uzunligini, shundami? Ya'ni bu yerdagi BE ning uzunligini AB ga bo'lganim, shundami? Shunda ta'kid qo'ygan vaqtimda munosabatlik taraflar bo'ldi. Bu yerdagi AB ga bo'lganim nimaga teng bo'ldi? AE ning uzunligini AC ga bo'lganimga teng. AE ning uzunligini AC ga bo'lganimga teng va BEA deki, shunami? AB degan bu uzunlikni BAC deki BC degan bu uzunlikqa bo'lganimga teng. Unda bo'lsa AB ning uzunligini bu yerdagi BC ning uzunligiga bo'lganimga teng bo'ldi. Bizdan nimani so'rabdi ekan bu savolda? ABE ning yuzini, shundami? ABC ga bo'lsak, ABC ning yuziga bo'lsak necha bo'ladi debdi ekan. Unda bo'lsa, bu degan nima? 3 bo'lingan 5 ning, shundami? Nimasi? Kvadrati. Teng necha? 25 dan 9. Mana javob. Yana bir takrorlasak, biz bu 2-3 bo'limning o'xshash ekanligini chiqarib bo'lgandan keyin, shundami? Unda bo'lsa bu o'xshash 2-3 bo'limninki yuzininki nisbati nimaga teng bo'ldi? Bu taraflarning nisbatining nimasi? Kvadrati qildim mana. BE bo'lingan AB ning kvadrati, shundami? 3 bo'lingan 5 ning kvadrati 25 dan 9 degan gap. Unda o'z javobdan 25 dan 9. Undaq bo'lsa, qaraydigan bo'lsak, mazmunlarimiz oxirlashibdi. Keyingi soat darsimizda 3 bo'limning o'xshashligi degan bu mazmunni texmo pishiqlash uchun bir turkum mashqlarni ishlaymiz. Bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat.